Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Biz Zangiotadamiz. Ikkinchi ishlab chiqaruv bazasida. Ana xudo xohlasa sveji go'ngli yotibdi. Hidi ham o'rtacha. Sveji kelsa endi hidi bo'ladi. Hozir уже eskilari bor. Ular aralashtirilyapti. Bularda hidi yo'q. Mana bular avval musor bo'lgan narsa, endi tarkibida shisha, kirisha narsalari ko'p. Shularni ham bir nimasini qayta ishlovini beramiz. Bularga bakteriyalarimizdan sepdik. Hozir bu ham juda yaxshi qizyapti. Ichida kuli ham bor, boshqasi ham bor. Lekin kulidan tashqari puli ham bor-da ichida. Shuning uchun biz buni musorga tashlamaslikka qaror qildik. Lekin hali ancha jarayonlar o'tmagan. Mana kesa bo'lib yotibdi. Nima ham yo'q. Mana betondan boshlab to paket iplarimgacha tosh, mosh, qosh hammasi bor. Ana jo'xorilar, po'sloqlari mana qarang. Hoppa. Shunaqa shisha ham chiqadi. Endi biz buni qayta ishlab bo'lganimizdan keyin baribir ozgina boshqa jarayonlardan ham o'tkazamiz. Elaylash, saralash, musor chiqarish. Hozir har aralashtirganda buni musorini chiqaramiz albatta. Chunki ichida tarkibida juda ko'p musor aralashgan. Aholi ham kelib tashagan bu yerga. Lekin ob'yom bor. Ob'yom bor, bu bilan ishlayapmiz. Mana shunday texnika yordamida, ekskavator va rashitilla yordamida bularning hammasini qayta ishlaymiz. Hozir asosiy ketayotgan jarayonlar qanaqa? Mana misol uchun ko'rib turganingizdek, o'rtasidagi ko'chalar bular уже eski. Bir oydan beri yotgan bular. Yondagi pastroq uyumlar bular 1-2 kun oldin kelgan. Anaqadan chiqarilib, fermadan chiqarilib, o'shaning uchun bularni alohida olamiz va bularga hali bakteriya berilmagan. Mana shu ichidan mana shunaqa iplar chiqadi. Endi bu oddiy hol narsa, chunki molga beriladigan somondan chiqadigan narsa. Jarayon qanaqa? Mana sveji go'ng keladi. Biz bakteriya bilan obработкасini qilamiz. Kerak bo'lsa, somonlaridan, po'sloqlaridan, har xil apilkadanmi, boshqa narsadan qo'shishimiz mumkin. Nimagaki havo kirish uchun. Havo kirsa, bakteriyalar ishlashni boshlaydi. Go'ng qizishni boshlaydi. Mana hozir bu uyumlanayotgan go'ng, bu уже 3-chi aralashtirilishi. Ko'rinyaptimi, yo'qmi, lekin pari chiqyapti. Pari chiqyapti. Bu par qizish jarayonidan chiqadi. Уже go'ng holati ancha o'zgargan, qoraygan. Lekin hali jarayonda. Уже bu go'ngini hidi 2 barobar kam. Yana bitta aralashtirganimizdan keyin уже buni ham hidi yo'qoladi. Ozgina suyuqroq joylari bor, boshqa. Endi go'ng har xil kelayotgani uchun mana shunday ahvol. Lekin buni ustidan ishlayapmiz. Mana bu yangi chiqarilgan go'ng, u molxonadan chiqib zovurga tushardi. Zovurdan chiqarilgan, nimadan bilsangiz bo'ladi buni? Mana yon atroflari, ichlari hammasi qamish bo'lib yotibdi. Qamish, ajriq, pajriq, bular hammasini o'sha bakteriya va termofil jarayonlari yordamida 70 gradusgacha qizdiramiz. Patogen mikroflorasini, begona o'tni hammasini o'ldiramiz. Va уже kompostlash bo'lgandan keyin biz buni texnika yordamida elatamiz. Mayda narsa bo'lib chiqadi. Mana ajriqni qarang. Ayyo, bu qamish ekan. Qamishni qarang. Hali tirik. Lekin hammasini o'ldiramiz. Уже bez begona o't bo'lib qoladi bu. Hozir bu yoqda menimcha kamida где-то bir 2000 kuba narsa yotibdi. Xudo xolisa 2 oylarda уже tayyor bo'lib qoladi. Xom kompost bo'lib. Bo'ldi, uni kompost sifatida ham sotamiz va uni keyin chuvalchanga berib biogomus ham qilamiz. Hozir qizish jarayonlaridan bu hammasi o'tish kerak. Yana ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana
gong. Gongni ichida oq narsani ko'ryapsizlarmi? Bular hammasi zamburug'. Ya'ni biz dori tashlaganimizdan keyin, bakteriyalarni tashlaganimizdan keyin tarkibida foydali bakteriyalar, foydali mikroorganizmlar hamda shu mitseli bo'ladi, ya'ni foydali zamburug'lar. Shular hammasi gonglarni va umuman turpoqlar ichidagi bakteriya anaqalarni, organik chiqindilarni o'sha bakteriya va zamburug' yordamida ular qayta ishlanadi. Так что bular hammasi meni yordamchilarim.